Assalomu alaykum, hammaga xayrli kun. Bugun sizlar bilan kameraning asosiy shtat nastroykasi haqida gaplashamiz. Xo'p, qo'limda ushlab turgan Sony Alpha 4 kamerasi. Bu kamerani juda ham yaxshi ko'rib ishlataman o'zim. Nastroykalari juda ham tushunarli va sifati ham ancha yaxshi. To'g'ri, hozir bundan ham yaxshilari chiqib ketdi, ya'ni FX3 va yana yangilari chiqib ketyapti. Men shu Sony to'g'riga sodiqman. Hech ko'nglim buzolmayman. O'shaning uchun bugun sizlar bilan kamerani mana shu eng asosiy 3 ta nastroykasini shu kamera orqali ko'rib chiqamiz. Xo'p, kameramizni yoqadigan bo'lsak, mana yoqadigan qismi ustida turibdi. On off deb ko'rsatib qo'ygan o'zi. Tepaga u yoqqa bu yoqqa siljitish orqali yonadi. Off o'chadi, on yonadi. Va videoga o'tganimizda ham fokus mana shu knopka bilan ushlaydi. Odamga kamerani qaratdingiz, mashina bitta bosib qo'ysangiz, ko'ziga tur burchak yashil yonadi, u fokus bo'ladi. O'shani bitta bosib qo'yish orqali, fokusni olish orqali syomkani har doim qilishni esingizdan chiqarmang. Bu ham bitta kamerani eng kerakli nastroykalaridan bittasi. Fokus qochib qolib, boshqa joyini fokus olib qolib, gapirayotgan odam xira bo'lib qoladigan bo'lsa, shuncha olgan videongiz bir tiyin bo'ladi. Kamerani yoqib oldik. Fleshkalarini solib oldik. Batareykalarini qo'yib oldik. Ana endi ekspertni o'tirg'izib oldik. O'tirg'izib olganimizdan keyin eng asosiysi bizga kamerani qo'yib olib, kamerani qo'ygandan keyin o'shanga qarab svetlarni to'g'rilaymiz. Ya'ni o'ng tarafdan 45 gradus yoki chap tarafdan 45 gradusdan svetni qo'yib oldik, ambarak katta chirog'imizni qo'yib oldik va yon tarafimizdan ikkinchi yordamchi svetni qo'yib olamiz. U svetni ham gradusini bu svetga qaraganda kamroq bo'ladi. Xo'p, hozir svet darsini o'tmaymiz. Shu xullas kerakli svetlarni qo'yib olganimizdan keyin kamerani nastroykalarini odamni o'tirg'izib olib to'g'rilaymiz. Ya'ni o'sha qo'ygan chiroqlarimizga qarab nastroykalarni to'g'rilab kadr o'zimizga yoqadigan holatga kelgandan keyin rekni bosib syomka qilamiz. Ya'ni bizga kerak bo'ladi bu yerda birinchi o'rinda shutter. Buni Instagramga ham qo'yganman, shutter. Ya'ni shutter nastroykasi kamerani ustki qismidagi bu dumaloq knopkani siljitish orqali o'zgartiriladi. Shutter degani nima degani o'zi? Shutter bu mana shu kamerani obyektivi bilan kamerani o'zini bu yerda yopilib ochiladigan pardasi bor. O'sha pardaga kelayotgan yorug'likni ushab qolib, ichkariga sensorga yaxshi plavniy yorug'lik yetkazib olib borish uchun u parda shutter pardasi, ya'ni kerak bo'ladi. O'sha parda orqali shutter orqali syomkalarimiz chiroyli chiqadi, sensoriga zarar yetmaydi, ya'ni o'sha kameraning sensoriga chiroyli yetib boradi yorug'lik. O'sha uchun ishlatiladi va buni bizga kerak bo'ladigan funksiyasi 1 teri 80 dan 125 gacha normal. 60 ham qilsangiz bo'ladi. Ko'rinib turibdi kameraning nastroykasida mana bu yerda 1 chiziqcha 60, 80, 100, 125 normal holat ishlatishingizga. Uni mana shu knopkani u yoqqa surish orqali o'zgartirasiz. Xo'p, shu nastroykasini 80, 100, 125, 60 oralig'ida ishlatadigan bo'lsangiz, maqsadga muvofiq syomkalaringiz yaxshi chiqadi. Undan keyingi asosiy nastroykamiz esa diafragma. Diafragma nima degani? Diafragma ekspertni o'zini fokusini oladi, orqa fonni razmitiya qilib berishiga javob beradigan funksiya. O'sha funksiya orqali kinoshniy kadrlar olinadi, ya'ni o'sha orqa fon yuvilib ketadi, razmitiya bo'lib ketadi. Nima deydi, fokusdagi odam tiniq bo'ladi. Orqa fon xiralashtirib beriladi. O'sha diafragma deyiladi. Diafragmada shu jarayonni qilsa bo'ladi. Diafragmani 208 ga qo'yib oldingizda, fokusni oldingiz, insonning ko'ziga tushadi fokus, orqa fon razmitiya bo'ldi. Diafragmani har xil qilsangiz bo'ladi. Masalan, 4 qilsangiz bo'ladi, 3 qilsangiz bo'ladi, 5 qilsangiz bo'ladi, 6, 7, 8. Umuman bizga orqa fon razmitiya bo'lishi kerak emas deydigan bo'lsangiz, diafragmani sal balandroq qilasiz. Buni nastroykasi qayerda? Kameramizni ushlaganimizda, o'zimizga qaratib ushlaganimizda mana bu o'chirib yoqadigan knopkani orqa tarafida. Mana qaraganingizda ko'rinmaydi, mana shunda ko'targaningizda ko'rinadi. Bu yerda ham xuddi shunaqa shutter nastroykasiga o'xshagan, knopkasiga o'xshagan suriladigan knopka bor. O'shani siljitish orqali
iloji boricha pastroq, ya'ni o'sha orqa fon razmitiyaroq qilmoqchi bo'lsangiz, mana shu diafragmani kichkinaroq qilganingiz yaxshi. Qancha kichkina bo'lsa, u shuncha orqa fonni razmitiya qilib beradi. Xo'p, uni kameramizni mana shu ustki qismida qo'limizni ushlaganimiz oldimizda mana shuni siljitish orqali ishlatishimiz mumkin. Men hozir yuzaki tushuntirib ketyapman, darsimiz uzun bo'lib ketmasligi uchun va kamerani qiziqadi, birinchi nastroykalarni o'rganayotgan insonlarga tushunarli bo'lishi uchun. Agar kursda o'qiydigan bo'lsanglar, bundan ham ko'proq ishlatib ko'rib, tajriba qilib ko'rib, tabiiy syomkalar qilib ko'rib o'rganasizlar bu narsani. Xo'p, bu orqali diafragmani o'zgartiramiz mana. O'zgartirdik. Bu obyektivda 4 gacha bo'ladi diafragma. 4 eng oxirgisiga qo'yib oldik. Undan keyingi 3-nastroykamiz esa ISO. ISO ya'ni o'sha yorug'likka javob beradigan. Masalan, qorong'iroq joyga boryapsizmi, kamerani olib boryapsiz, svet yo'q u yerda, ISOni balandroq qilib syomka qilsangiz bo'ladi. Yoki bo'lmasam ko'chaga syomkaga chiqdingiz, u yerda quyosh bor, svet kerak emas, o'sha ISOni maksimalni tushirib ishlatishingizga to'g'ri keladi. ISOni qayerdan to'g'rilaydi? Mana bu kameramizni ustida dumaloq suriladigan knopkachasi bor. O'shaning yonida o'zi ISO deb yozib qo'ygan. ISOni bosish orqali ekranda chiqadi. Necha nastroykasiga qo'yib ishlatmoqchisan. Bizga eng zo'r keraklisi 250, 300, 400, 500, 640. Mashlar normalniy. Nima deydi, sifatga uncha zarar bermaydigan holatlar. Qancha ISOni pastroq raqamda ishlatadigan bo'lsak, ya'ni o'sha 400, 250, 200, 160, 125 larda ishlatadigan bo'lsak, 100 larda ishlatadigan bo'lsak, shuncha kadr sifatli chiqadi. ISO o'zi bu. Qancha buni ko'taradigan bo'lsangiz, mana ming anaqasi ketaveradi buni. Nechagacha boradi? 5600, 10400 gacha, 10240 gacha borar ekan. Qancha ISOni baland qilsangiz, shunchalikda kadringiz sifatsiz bo'laveradi. Ya'ni mayda tochkachalar paydo bo'ladi va kadringiz shuncha sifatsiz bo'lib ketaveradi. Qancha past raqamda ishlatadigan bo'lsangiz, shuncha kadringiz tiniq chiqadi. O'shaning uchun har doim kamerani ishlatayotganingizda svet bilan birgalikda ishlatishga harakat qiling. Ya'ni o'sha ISOga. Svetlarni qo'ygan holatda ISOni pastroq raqamda ishlatadigan bo'lsangiz, kadringiz sochli, sifatli va zo'r chiqadi. Agar chiroqlar kamlik qilib ISOni balandroq qiladigan bo'lsangiz, kadringiz qandaydir boshqalarnikiga qaraganda sifatsizroq bo'ladi. Uni media sohasida, mana shu kamerada ishlashni biladigan odamlar unaqa videolarni bitta ko'rganda tushunib qo'yishi mumkin, lekin oddiy bu sohani tushunmaydigan, umuman aloqasi yo'q odamlar shunchaki videoni ko'radigan bo'lsa, uncha tushunishmaydi. Agar ISOni raqamini, ya'ni o'sha yorug'lik raqamini ko'paytiradigan bo'lsangiz, oldingi zamonlarda xiraroq, sifatsizroq videolar bo'lgan-ku, o'shanaqa video bo'lib boraveradi. O'shaning uchun sizlarga maslahatim, iloji boricha ISOni pasaytirib, ko'proq chiroqlardan foydalanib, syomka qilishinglarni maslahat beraman. Xo'p, bugungi darsimiz mana shu 3 ta asosiy nastroyka haqida edi. Ya'ni mana shu ISO ekrandagi knopkani oldida o'zi yozib qo'ygan, diafragma kamerani yoqib o'chiradigan knopkani oldi tarafida, shutter esa kamerani oldi qismida bu dumaloq suriladigan knopka orqali o'zgartiriladi. Qanaqa raqamlarda ishlatishimiz standartlarini tushuntirib o'tdim. Iloji boricha shu standartlarda ishlatishga va yordamchi sifatida qorong'i bo'ladigan bo'lsa, svetlardan chiroyli foydalanishinglarni maslahat berib qolaman. Xo'p, sizlarga dars tushunarli bo'lgan bo'lsa, bundan keyingi darslarni qanaqa formatda chiqaring, sizlarga ko'proq nima qiziq, kommentariyalarda fikringizni qoldirib ketinglar. Agar sizlarga qiziq bo'layotgan bo'lsa, men bundan ham ko'proq darsliklar chiqarishga harakat qilaman. Ketkazgan vaqtingizga rozi bo'linglar. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, bitta duo qilib qo'yinglar.